Bugün 2021-жылдын 11-apreli туғандар. Biz Учкун мал базарындагы, сиздерге Учкун мал базарындагы саан уйлардын бааларын билип берели деп турабыз. Мына жерде желини сүткө толуп, мындай жерге агып толуп болбой калыптыр. Ошол саан уйларды бааларын билип береличи. Мына ала кимден экен ака? Канча деп атасыз? Баа болууда ушу? 120 кәмі бар дейді мына ала уйды. Торпо кургач экен. 120 миң сом кәмі бар. Ака, ушу сода болтабы? Канча бертат клиент? Канча бертат? 75 миң бертат экен энесин өзүнө. Так. Ака, канча деп атасыз буну? Bak, 120 ming. Torpaq erkek burgaçı. Ha? Erkek torpaq bunda. 120 ming so'm. Qancha litr sut beradi aka bu? 10 litr sut var deydi. Mına jelinderi og'ib, sutga to'lib bo'lmay qolibdi o'zi. Bozor qancha berdi aka? Realni buni aytib qo'ymaysizmi bu yer? O, neresi otur? O'sha esa. Negiz 120 ming bo'ldi-da. Qancha qildi ekan bilmayman. Buna kimdan ekan buna? Buna kimden ekan bilbeysizmi? Bak. O sizdenmi? Yo'q. O hitmi? Bak, barda o'shani qo'ygan. Oftoyikdir. 130 da otadi. Aka. Qancha uy shuni ekan o'zi? 130 bu. Qancha uysizlik o'zi bu yerda? 3 uy, bir adamdıq ekan. Bunasi 130 ming deydi. Ya, bunani kim sotadi? Erkek, torpog'ini aytib qo'y. Torpog' erkek. O, siz qardilar. Suraysiz, qanchaga surab? Bir surab qo'yingchi. Munchaga bersa olatlar. 115 qildi u. 115 ga berib aytayotgan shuni. Mana 115 ming so'm. Tak. Akalar, mana kimniki ekan? Mana uy. Sizniki bosi qancha deb o'tasiz? 90 mingga olib baylab qo'ydingiz. Torpog' erkek burgachi u? Erkek. 90 ming so'mga olib baylab qo'ydim deydi, chay puli bersa sotib beraman deydi akam. Suti yo'q bo'lsa kerak aka. 7 litr suti bor ekan bunda. 7 litr suti bor deydi. Tak, ona cho'ng uy kimdan aka, sizdanmi? Meniki. Onu qancha deb o'tasiz? 130 ming o'zi yolg'iz. 7 aydan o'tgan bo'z, 130 ming so'm. Bozor qancha berdi aka o'sha? Alloh var. Cho'ng 115 ming. Bermedingizmi 115 ga? Jandagi men. Oldi sizniki. Onu qancha deb o'tasiz? 140. 125 beradi. 125 ga berib aytasiz. Mana 125 mingga berib aytam deydi. Mana jelini qarangizlar. Talva aka. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Ne tu'yle seliki? Bozor bosi aka? Bozor bosi. O. Shuni 125 mingga berib aytadi ekan talvaga. Ma. Suti qancha berib aytadi ekan? Torpog'i. $15. Bunalar kimdan ekan bunalar? Tak. O, qancha deb o'tasiz buni? Ha? 115? 85 ming so'm. Torpog' erkek burgachi u? Erkek torpog'mi? 85 ming so'm. Qanchanchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. Suti bormi, yo'qmi? Ha? Suti qancha litr suti bor? Ha, qancha litr suti bor? 10 litr? 10 litr suti bor deydi shuni. 10 litr suti bor. Tak. Aka, siz qancha deysiz buni? Torpog' erkekmi? Erkek. 120 ming so'm. Bozor qancha berdi? Realni bana aytingchi. 107 mingga bermedingizmi? Qancha litr suti bor buni? 7 litr suti bor deydi. 7 litr suti bor. 107 ming so'mga berib beribdi shuni. O, siz qancha deb o'tasiz buni? 120. 120. Torpog' erkekmi?
Erkek. Men tartpaqni. Ova 120 ming so'm. To'rtta tak tasa. O savodat. O нормальный yurgan jelinlari? Нормальный yurgan jelinlari? Ana narang chiqadi ekan. Ava, nemiz qo'ymoqsan? O qancha so'raysiz? Bir so'rab qo'ymaysiz-mi? 120 da o'tam. Elga o'xshab 140, 130 deb. Jaqilli aytib qo'yibsiz-da? Tak. O targ'ildi qanchada o'tasiz? 160 ming so'm. To'rpoq erkak purg'achi? Erkak. Qancha litr suti bor bunda? 11-12. 11-12 deydi. Bozor qancha berdi bu? Patologini aytingchi bir, ya'ni 140 ga bermadingizmi? 140 ming so'mga bermadim dedi. Ha, bundan to'rpoq ekan. Bu uyga olib borib oluvli momalaqtoyga to'rpoq, ha? Mana. Buna to'rpoq. To'rpoq zakazniy to'rpoq. Spes zakazning, ha? O, siz qanchada o'tasiz? 120 da o'tam. 120 ming so'm. To'rpoq erkak purg'achi sizniki? Erkak. Sizniki ham zakaznoy emasmi? Sizniki obichinlik ekan, ha? Mana. Bozor qancha berdi bu? 100 ming berdi, bermadingizmi? 100 mingga bermadim deydi. Sütni qancha litr berayotgan? 1 chelak suti bor. 1 chelak suti bor, 10 litr. Mana. Tak. Aka siz qanchada o'tasiz? 120? 120. To'rpoq erkak purg'achi? Erkak. 120 ming so'm. Bozor qancha berdi bu? 115? 115 ga bermadingizmi? Yo'q. Mana. 120 ga beraman. 120 ga berasiz. Qancha litr suti bor bu janovarning? 15. 15 litr suti bor. 15 litr suti bor deydi aka. Tak. Aka siz qanchada o'tasiz? 110 kam bor. To'rpoq erkak purg'achi? Urg'ochi mana to'rpog'i. 110 ming so'm kam bor deydi. 110 ming so'm kam bor. Qancha litr suti bor aka? Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. 10 litr suti bor. Qanchanchi olasiz dedingiz? 3-chi olasiz ekan. Tak, qullandaylikchi. Bundan so'raysiz. Aka qanchada o'tasiz? 120 ming so'm. Mana. To'rpoq erkakmi? Ha? To'rpoq erkak. 120 ming so'm. Ya siz tushmaysiz aka. Qancha litr suti bor dedingiz? 10 litr suti. 10 litr suti bor. Bozor qancha berdi? Realni bor aytingiz. 107 ming so'm deydi. 107 ming so'mga berib aytasiz. Mana 107 ming berdi, berib aytam deydi aka. Uy olindi aka. Qancha oldi? Tak. Qancha qildatgan uni? Nerede? Anani ko'rmaysizmi endi? Aldık biz. Kapta Aravnaga sizga akamdan jarliq qo'ydim biroqchi. Qancha dedingiz? Qancha qilib jarliq qo'ydingiz, o'g'il? Qancha deb qo'ydingiz? 90 ga berdim, o'qishga qo'yayin deb o'tirdim. 90 dan qo'yib beram deb o'tasizmi? Qanasangiz izlab yurasiz, undan ko'ra olib tanishgan. Men tanishdim. Aravnaga dedim, sizga dedim. Men bu onda alaveradim. Shin, men 90 ga berib edim, so'radi. Qaysi mana uy bu? Mana. Ikki kam so'radi. 90 ga. 88 ga so'radingizmi? To'rpoq urg'ochgina? Urg'och. Mana to'rpoq. Ya koptaver, qantincha. Vardi. Tamam, unaqa bo'lma. Unaqa bo'lma. YouTube. Aytdim ikkili. Mana. 2000 qo'yib bersa oling, bo'lsa qo'ying. Tanish qavushini nima olasiz? 90 ga berib edim, men qo'yib o'tam. Bozor belgizat aka. Qantinchangmi shu? Hali siz qadringizni bilmadingiz. Siz ham qadringizni bilmaysiz. Qadr qildim. Koptaverim. Siz qadr qildim. Koptam mashichi. Qancha so'rada savasiz? Bu 2000 qo'yib berdi. 90 dan. 90 dan 2000. Qo'yib ber 90 dan. Mashichi. Mana 90 dan 2000 so'm qo'yib ber deb so'radi ekan. Koptaverim. Koptaverim.
Bedem sizni 100 qilib o'sha